Hammaga salom azizlar, sizlar bilan reklamachi. Azizlar, bugun Rishtonga, Farg'onadan Rishtonga kelganmiz. Siz internet bo'ylab yoki o'z yaqin bo'lgan joylarda ukolog divanlarni ko'rgan narxlaringizdan eng arzonidan arzon bo'lgan joyga kelganmiz azizlar. Sex nomer 1 eng arzonlarini qilib beradi shu yerda. Keyin bozorga chiqib kimlardir olib foydalanishi mumkin bo'ladigan joy. Albatta sizlar uchun harakat qilishni boshladik azizlar. Eng arzon ukolog divan nech pul ko'rgansiz? Bu yerda 1.700.000 dan boshlanadi ishlar azizlar. Shundoq kelib ko'raveradigan joy, bosaveradigan joy. Videorolikimiz boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlab nasib qilsa, yaxshi niyatlarla boshlaganmiz, albatta sizlarning foydalariga. Albatta sizlarga yoqadigan ishlarni olib chiqishga va'da beraman. Bitta like, kommentda fikrlar yozib qoldiringlar. Albatta videorolikimizni boshladik azizlar. Assalomu alaykum. Ustaga yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi aka? Allohga shukr, o'zingizdan. Charchamayapsizmi? Keyingi assortimentda qilib qo'ydik. Ishlarda yoribsizlarmi? Juda ham ko'p assortimentlar bor. Ko'pchilik misol savollari bo'lsa, masalan, o'zim qo'ldan kelgancha savol beraman. Agar yana qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Usta aka bilan chiroyli obzorlarimizni boshlaymiz. Ishda eng arzon joyga kelganmiz. Sizlar bemalol pastino bilan aloqaga chiqib zakazlarni bersanglar bo'laveradi. Dastavkalari qanaqa? Shu hammasiga hozir albatta javob olamiz degan umiddamiz. Boshladik ustaga. Oshxona ukologdan boshlaylik aka, birinchi. Xo'p, razmeriga kiradigan bo'lsak, 1.70 ga 2.5. 3 ta tumbasi, bitta stol ham ichida buni. Stolni qo'ymagan, joy yo'qligiga stol qo'ymaganmiz, stollari ham bor edi. Xo'p, tushunarli. Razmerlari nechaga necha? 1.70 ga 2.5 metr. Uyni to'la burchaga tushadi, xohlagan razmerda. Voy, вообще go'zal. Oldilarni ko'ringlar. Qo'l qo'yadigan joylarni ham ko'ring aka. Barni sukalari hammasi zo'r. Yonboshlari bakovlari. Aka o'tiradigan joylar ham ochiladi taglari aka, mexanizmli qilib ishlangan. Ha, bu mexanizmli. Taglariga narsa qo'ysa bo'ladi. Hammasimi? Hammasi ochiladi aka. Вообще respekt. O'zi turadi shundoq. Aka, bu qo'l qo'yadigan bilsangiz agar joy o'rin talab qo'yardi burchak. Aka, keyin buni to'rga bo'lib qo'ydik. Burchak tanlanmaydi, hamma yoqqa tushaveradi uyni to'rga. Ha, 10 farqi yo'q. Bunaqasiga ham ketaveradi. To'rga burchak tushaveradi aka. Вообще zo'r bo'libdi. O'tiradigan joylari ham aka qalin mashalga qilib qo'yganmiz. Materiallari ham keyin aka mo'shi buni, 3 ta tumbasi ham ichida buni. Stollari ham katta. Mo'shi bemalol artib yuvib naqsa bo'laveradi-da ishlatsa. Bemalol. Shampuli sudasi hammasi chiqib ketaveradi aka. Xo'p, chiqib ketaveradi. Hozir buni rasvetkasi bu. Bu rasvetkasi bu aka. Narigi rasvetka ham xuddi shuniki. Ko'rsatib o'tamiz bularda. Masalan, kimgadir shu rang yoqishi mumkin. Menga mana приятный. Mana u ham qanaqadir chiroyli uyni ochadigan. Aboylarga, devor pardalariga moslab qilinadi. Mana aka, yana bu rangi ham. Bu rangi ham вообще zo'r ekan. Mana old taxtalari. Pastlari mexanizmli o'zi ham ushlab turadi. Mexanizmli aka. Вообще zo'r ekan. Mexanizm qo'yilgan. Xo'p, endi qarang, hammasi razmeri shunaqa bo'ladi. Razmerlari bir xil, ranglari rasvetkasi. Bu endi shablon, standart bo'yicha. Standart. Kimgadir misol zakaz bersa, uzunroqmi, kaltaroqmi, qanaqadir joylar qilib beramiz. Xohlasa P shaklida, xohlasa sal uzunroq, kaltaroq qilib beramiz. Ish emas, sizlarga misol o'zingiz ishlab chiqarganingizdan keyin tushunarli. Hozir aynan shu modelimizni narxlari qanaqa bo'lyapti usta? Aka, buni hozir aksiya narx qilib qo'ydik. Aksiyada, xudo xolasa. 3 ta tumbasi, ugologi, stoli ichida qilib aka 2.900.000 dan aka tanlab olishaveradi. 2.900.000 so'mdan endi вообще ana nariga mehmonxonaga qo'yadigan mebellar ham bir xil bo'lyapti ekan. Razmerlari ham почти bir xil. Hamma yoqlari. Ketadigan materiallar ham bir xil aslida. Bir xil, ha. Korpusda poli displey qilgan ekan bu. Tushunarli. Ammo ko'rib turibsizlar, rasvetka ranglarini hammasini iloji bor qilib beradi. Farg'ona bo'yicha aka dastavkamiz ichida buniki. Yo'q. Dastavkasi ham o'zi Rishton bo'yicha edi, Farg'ona bo'yicha qilib qo'ydik. Hozir Farg'onaga уже Farg'ona bular. Вообще zo'r bo'libdi. Baraka topinglar. Iloyim Farg'onaliklar, sizlar uchun вообще zo'r shans bo'lyapti hozir. Bu ishlarimiz-chi? Bu ukologimiz ham aka chiqib ketyapti. Ha, уже sondiqli taglari aka. Sotilib bo'lgan bu. Sotildi aka bu. Zakazga qilib berdik. Zakazga. Tushunarli. Bu yog'i ham sondiqli, shunaqa. Bu yog'i ham uzun sondiq bo'ladi aka. Ikkita tumbasi bor ekan hozir. Ikkita tumbasi bor. Sandiqlari bor. Bo'l qo'yaring usta. Keyingina ekan buni ichi. Ki o'tiradigan joyi ham aka enli qilib ishlangan. Ensiz bas enli qilib ishlangan. Hammasi o'zlashgan. Kattayibdi ham o'zi oldingidan. Hammasi rivojlanish bor, xudo xolasa. Choklari ham tikilishlari zo'r tikilgan aka. 3D qilib. Qarang, mabodo zakaz berilsa-da, qaysidir fasondanda, deylik oshxona mebellarimiz necha kunda tayyor bo'ladi zakaz? Bir hafta 10 kun uzoqqa cho'zilib ketadigan bo'lsa, zakazlarimizga qarab. Tushunarli. Mo'sh tezroq ham bo'ladi. Tezroq ham bo'ladi aka. Xo'p, bunimizda nimalari bormi? Assortimentlari yo'q hozircha? Assortimentlari aytgan ranglardan zakaz beramiz. Bu zakaz. Aytgan ranglardan qilib beramiz buni. Qarang, necha pulga bitdi shu? Bitganini ayting, o'zini narx emas. Xo'p.
2 million 400 ming qilib beramiz aka, siz 2 million 400 ming. Xo'p, azizlar, misol kerak bo'lganlarga misol любой holatdagisi bormi? Ko'rib turibsizlar, bunaqasi hozir maytda u chekasida barcha joylari bor ekan. Foydalansa bo'ladigan joylari. To'rtta tumbasi bor aka, taglari ham laminat qilib ishlaganmiz, oyoqlariga ham bitta e'tibor berib qo'yasiz aka. Laminatli ekan buni. Keyin korpuslari boltkaga yig'ilgan ekan, hammasi buniki. Ha, samarez emasning. U ichlari, ko'rib turibsizlar, azizlar. Ancha-muncha narsa sig'ib ketaverar ekan. Tagini o'zi buni ko'taraveradi aka. Tagini o'zi. Shay go'zal. Baquvvatligiga gap yo'q, xudo xolasa. Razmerlari ham katta qilib qo'yganmiz, 240 ga 160. 240 ga 160. Jurnalist stoli, to'rtta tumbasi ichida buniki aka. Tushunarli. Buni ham hozir aytadigan hammamiz ishlarimizni stollari bor aka. Joy yo'qligiga qo'ya olmadik stollarni. Tushunarli. Hozircha oshxona mebellarini, demoqchiman, oshxona ugoloklarini ko'rsatyapmiz. Bunimizni mana tugmalar bilan qanaqadir chester deydimi? Ha, chesterlik qilingan ekan. Bu joylarni ham borishlarini ko'ringlar. Вообще четко. Metga bu narsa qo'yib qo'yishaveradi aka. Ha, vaqti bemahal bakal bu narsa chaynilarini. Necha pulga bityapti bu? 2 million 800 mingdan qilib beramiz aka. 2 million 800 ming. Aksiya narxida aka. Xudo xolasa bugun hamma narsalarimiz inshaalloh aksiyada. Bu rasvetkasiga rangi boshqachasi aka. Buni ham kimdir tumbalar ichida. Kimdir xohlasa shunaqasi bor. Kombinatsiya desa, kombinatsiya xohlasa anatomiy bir xil qilib bersangiz, hamma yo'g'ini bir xil qilib bera olamiz. Bunaqasi ham bo'laveradi. Necha xonaga tushaveradi? Misol oshxonasini bir hisoblashsa. Aka 3 ga tur bemalol 2,5 3,5 joyga tushaveradi aka. Tushaveradi, bemalol. Razmeri ham aka 2,5 ga 1,60. Вообще go'zal. Azizlar hozir o'ngchap bo'laveradi, yuzi to'la burchakka tushadi aka. Shunisi zo'r bo'pti, o'ngchap qilish iloji bor. Keyin uyim sal kichkina deganlarga aka to'rt xil rangda tayyorlab qo'ydik. Ha, bu to'rt xil. Ha, tushunarli. Sal ixchamroq, kichikroq. 180 ga 1,60. Lekin narigi mehmonxonaga qiladigan ugoloylarda materiallardan bo'lgan ekan. Materiallardan bo'lgan ekan. Вообще go'zal. Bu ham taglari sondiq bo'ladi. Buniki ham mana ruchkalari bor, ochiladi. Hammasi sondiqli, ikkita tumbalari ichida aka. Bu ham burchak tanlamaydi ekan, haligi taraf. Tanlamaydi bu. Tushunarli. Narigisini buyoqqa qo'ysa, bunaqasiga kelib bo'lar ekanda. Bu ham xon taxtasi bilan. Xon taxtasi ichida. Bu ixcham ishimiz mana. Bu bitta rasmi, bu rangi, bu bitta rangi, bu bitta rangi, bu bitta rangida. Narxi bir xil bo'ladi, rangi. Narxi bir xil bo'ladi aka. Necha pul mana narxi? 1 million 700 ming so'mga tanlab olishaversin. Siz olasiz. 1 million 700 ming. Farg'ona bo'yicha dastavka ichida. Qolgan joylari qanaqa bo'ladi? Shuni ham bir qator so'rab olamiz. Xo'p, Namangan, Andijonlarga 200-250 atrofida ketyapti. Xo'p. Imkon qadar kelishtirib, yo'lkalarni arzon qilib jo'nataveramiz. Shofyorning puli endi bu, to'g'rimi? Shofyor o'ziga. Qatnayotgan mashinalar bor, iloji boricha arzonroq qilib gaplashtirib beramiz. Inshaalloh, nasib. Xo'p, azizlar, 1 million 700 mingdan degan ishlarimiz mana ko'rib turibsizlar. Xudo xohlasa. Stollar ham ichida. Stollari bilan ekan, даже ikkita tumbalari bilan bemalol bitta oilaga bemalol qaratadigan. 6 kishilik aka. 6 kishilik. Bitta oilada shu o'zi 4-5 kishi kichikroq oilalarga bo'laveradi. Ko'proqmiz deganlarga mana ishtiroqchi zo'llari bor ekan. O'tiradigan joylari ham aka prujinali aka. Ha, prujina qilib qo'yganmiz aka, o'tiradigan joylarni ham. Вообще go'zal. Maza qilib o'rnashib o'tirishaveradi. Rangi ham zo'r ekan, ha? Ranglari ham. Tumbalar ham 3 ta, tumbasi hozir 2 ta bituvdi. Uchinchisiga ulgurishmadi. Gold kamarlari bor ekan, rangi. Tumbalari 3 tadan buniki ham. Stollari ham ichida. Stollari ham ichida. Bu ham orqalari ochilar ekan, azizlar. Aka chiqoliga qo'ying prujinasini. Oho, вообще. Taglari ochiladi, hammasi sondiqli bo'ladi aka. Bu ham burchak tanlamas ekan, chunki bo'lingan ekan maytdan, ko'rinib turibdi. Qo'yadigan joylarni qo'ying aka. Вообще go'zal. Kamarlari zo'r bo'pti. Yonlarini ham, bokovlarini ham ko'rishingiz mumkin. Ikki qo'l qo'yib bemalol chiqanoq qilib, botmaydigan qilib. Yo'q deydigan bo'lsa, mana bu yerda qo'l qo'yadiganlari bor ekan buniki. Ha. MDFli bu. MDFli. Xohlasanglar bundan qilib, bu ham xuddi shunaqa nimadan, prujinali ekan, a? Xuddi prujinali aka. Agar buni rasvetkasi kerak bo'lsa, mana aka, yana ikki xildan tanlab qo'yamiz. Buni ranglari ham bor ekan вообще. Koreshnivisini ko'ring aka. Hali ofis boblar ekan, ha? Material вообще go'zal. Azizlar, bemalol tavsiya qilaveramiz, cho'chimasdan, yaqinlaringizga ham bemalol yuborib qo'yinglar. Albatta, mo'yshi artib, yuvib bemalol ishlasa bo'lar ekan. Bu rangi bor ekan. Menga mana uni ham yoqdi-da, narxi qanaqa bu? Sal boshqacharoq ekan-ku. Aka, buni 3 million 400 ming so'm bo'lisini qilib beramiz. 3 million 400 ming so'mga. 3 million 200 ming so'mdan bularni qilib beramiz aka. Aha. Buni ham 3 million 200 qilsa bo'ladimi? Yo'q, buni mana bunaqa rasxodlarga qo'shilib qolgan aka, shuni hisobiga xolos. Ha, tushunarli. Aka 3 million 300 mingdan tanlasin aka. Xudo xolasa. Rangini nima qilib beraveramiz, xudo xolasa. Beraveramiz. Xo'p, azizlar, bemalol pastki nomerlar, xudo xolasa, vaqtingizga qarab bemalol telefon qilaverasizlar, akalarimiz javob beraveradi. 3 ta tumbasi stol ichida aka. Stollari ham bor. Bularda ham hammasi. Yo'q deyshmasa, stollari ham ichida, shu narxni ichida stollari ham aka.
Ya'ni stoli hali idish tovoq qo'yadigan, hali chaynak qo'yib choy ichib o'tiradigan stollarigacha bor, xudo xolasa. Joy torlik qilgani uchun qo'yilmadi aytganimizdek. Hozir aka oshxona ugovlarimiz shular a? Aha, shular aka. Yo bormi yana boshqa? Yana bor ekan, atrofda yana ko'rsatamiz. Do'kon tepasida bor, xudo xolasa ularni ham olib o'tamiz. Azizda hozir nima desa bo'ladi, mehmonxonani ugovlari ham bor. Men bu yerda terib qo'yganman. Uni alohida qilaylik. Sizlarga haligi vaqtinglarni tejagan holatda kimgadir shunaqa oshxona mebellar kerak bo'lsa deb отдельно qiladigan bo'ldik. Xudo xolasa mana bunaqa ishni vaqti zo'rlari bor, narxlari albatta sizlarga yoqadigan narxlarda qilib beriladi. Hozir keyingi videolarimizda albatta bularni alohida qilib chiqaramiz. Bu yerda bitta narsani aytib beraylik. Даже uyga qanaqa mebel kerak bo'lsa hamma narsa bor. Detskidan tortib kattalargacha bo'lgan yakkali krovat, spalni garnitur, gorka, penal, troyka hamma narsasi mavjud ekan. Aloqaga chiqarasizlar. Azizlar, hozir videomizni davom ettiramiz. Xo'p, bu ishimiz aka 1.80 ga 1.60 ligimizni kattaroq razmer aka. 3 ta tumbalari ichida aka. Sondiqlari bor pastida. Hadavoy ishimiz bu ham aka, moyshi, artib ishlatish korpuslari displey qilgan 3 ta tumbalari ichida buniki ham. Jurnalist stollari ham bor. Stollarigacha bor, xudo xolasa. Narxi qanaqa? Sal hamyonbop qilib berasizmi, xudo xolasa? Skidga narxda aka 2.200 ming so'm aka. 2.200 ga kattagina bo'lgan oshxona. Dastavkalari Farg'ona bo'ylab aka. Farg'ona bo'ylab. Bu ishimiz bir xil 1.700 ming so'm sherigi. Xuddi ishimizni kattarog'i. Kattarog'i. Bitta urib katta qilib qo'ygan. Tushunarli. Endi bu yoqdagi ishlarimizni ko'rsatib o'tamiz azizlar. Aka xuddi shu ko'rganimizda rangi yana boshqachasi bu. Prujinali, taglari sondiqli, 3 ta tumbasi bor, gul taxtalari MDFdan, taglari ham moyshi material aka. Artib ishlatsa bo'laveradi-ku. Oqitib yurishmasin, artib ishlatib oladi buni. Tushunarli. Oshxonaga bemalol prujinali o'tiradigan joyi prujinali, taglari sondiqli. Omma maza qilib ishlatilaverar ekan, shunaqa narsa qilib qo'yishlar bor-ku. Haligi avvalgida qali jo'ski qattiq narsa emas. O'tiradigan yumshoqqina aka, o'ynashib o'tiraverasiz. 6 kishi sig'orada, 6 kishidan ko'proq ham sig'oradi bu. Tumbani o'ziga 3 kishi sig'adi. To'g'rimi? Xo'p, bu ishimizni narxi qanaqa bo'ladi? Xo'p, buni ishimizda narxi stollari bilan 3.200 ming so'm bu. 3.200. Stoli 3 ta tumbasi ugalov ichida. Aytib o'tish kerak, joy torligini hisobiga stolni qo'yilmagan, lekin stollari bor, konkretni chotka qilib beramiz stollarni. Xudo xolasa, bu ishimiz 1.700 ming sherig aka, yerda ko'rganlar. Sherigi. Rangi, rasvetkasi. Bu ham shunaqami? Bu 1.900 ming so'm Chesterligini hisobiga. Chestermi? Razmeri bir xilmi? Razmeri bir xil ekan. Tushunarli. Aytilganda hammasini pastki qismlari ochiladi. Yarmi Chester ko'ringiz ugalok, yarmi Chester, yarmi high-tech. Xo'p, tushunarli. 1.900 ming so'm. Bu ugalogimiz aka 2.400 ming so'mlik sherig yerda ko'rganingizda. Mo'jaylar tikilganiga qaranglar, boshqa high-tech. Rostman rostdan ugalov divanlarni materiallardan qilinadi. Xuddi o'sha nimani beryapti, vitdan bilyapti. Shunaqa narsa bo'lyapti. Menga vobshe yoqyapti shu narsa. Oldin qanaqadir aytganimdek, jo'ski, qattiq, uchburchak bir narsa bo'lardi. Hozir rostmona mebel. Xuddi o'sha fasonimizda tugma tortib qo'yilgan yostiqlar ham 3 ta aka. 3 talik. Nimasi bor? Tumbalari, taglari ochiladi, xudo xolasa. Necha joy? Bu kattaroq ham shekilli yo'q, bir xil. 240 ga 160. 240 ga 160 lik. Xo'p. 3 ta tumbasi ichida. 2,5 million so'mdan buni qilib bera olamiz aka. Tushunarli. 2,5 million so'm qilib beriladi. Keyin bu Chester modelimiz bor. Bitta shumiz aka, burchak tanlab qoladi. Chunki bu o'tiradigan joylari bitta silikon butun qilingan bo'lgan. Atak joy tushsa zo'rda, to'g'rimi? Zo'rada обязательно. Joy agar bir taraf shu tarafga to'g'ri kelib qolsa, eng zo'r narsa mana shu o'zi. Xo'p, bu ishimiz qancha? Burchaklari bor ekan. 2.800 ming so'm aka bu ishimiz. 2.800 ming so'm. Taburetkalari bor. Taburetka ikkita bor. Xuddi shu yevrani aka, bu oshxona ugalogi. Oshxona ugalogi. Ugalog yevrani. Vobshe zo'r, ha? Sondiqli taylar. Rosmon anaqa-yu, ha? Tushunarli. Katta sondiq. 3 ta tumbasi ichida. Bunimiz nech pul? Yevro. Bu ishimiz aka 2.500 ming so'm qilib beramiz. 2,5 million so'mga beriladi. Taburetka stollari bilan. 1.700 minglik sherig aka, bu 1.900 minglik sherig. High-tech qilib ishlangan. Ko'ringlar. Uni divanlar bilan bir xilda. Boru bosaveradigan joy. Materiallar topolmaysizlar bunaqa narsa. Stollar ham ichida. Tushunarli. Ki barni qilib ishlanganmiz aka, sal balandroq qilib mana bu narsani. Xo'p, 1.900 ming so'm bularni qilib beramiz. Qatiyroq qilib ishlangan ekan, katta bo'lib. Bitga bu chaynak bu narsalardan временно qo'yib tursanglar bo'laveradi-ku, xudo xolasa. Taburetkasi bor. Bunimiz-chi Chesterimiz.
Aka 1.700 ming so'm aka. Bu ham? Ana ularda. Ha, rangi boshqa xolos. Ha, tushunarli. Omad chiroyli narsa ekan. Qani qimmat ishga o'xshaydi. Ha, qimmat ishga o'xshaydi aka. Hop, Bu ko'rganimiz 2.800 minglik tuta tumbasi bilan aka bular. burchaklarni ko'ringlar. High-tech ishlangan aka. Aha. Konkretni tuta tumbasi stollari bilan ichida taglari ham aka laminatdan. Laminatdanmi? Ha, uni qarang. Moshinasi chiqqan bu ham. Hop, tushunarli. Oshxonamiz Oshxonamiz kattaroq razmerlarimiz bor edi. ko'rpaylik dashni mana o'zi hamma narsa bor. Azizlar aytib o'tganimizdek, uglov divan, spalniy garnitur, bo'lgan stul, hamma narsalar mavjud. Bular ham Aha. Mana aka 2,5 millionligini aka voyenniy rangi. aha. Rangini to'shab ko'ringda super moshi mana shu bo'ladi. Degan narsa bo'lmaydi bu. Вообще go'zal. Arsiya chiqib ketaveradi. Maza qilib ishlatiladi. Burchaklari MDF aka. Taglari sondiqli. Hop, uyni to'la burchak uchadi, konkretni ishlangan aka 2,5 million so'm qilib beramiz buni. 2,5 million so'm beriladi. Tushunarli. Aloqa chiqarasizlar azizlar, shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bu 1 million 700 ming so'm 700 aka. ming so'mlikda. Eng hadovoy ketayotgan ishlarimiz aka. Shunisi o'zi hadovoy. Tushunarli. 3 million 200 minglik sherik aka bu. Ha, to'mli, zo'n narsa ekan mana shu ham. Oshxonamiz endi kirchi mol deydigan bo'lsa, shuni qilib beramiz. Hamma narsani iloji bor azizlar. Hijolat qilmasdan kelaverasizlar. Xuddiki aka o'sha prujinaligini va charkali holatda 3 million 100 ming so'm aka. Aha, tushunarli. Oyoq Bu stolinglar. aka Chester, 3 ta yostiqi, 3 ta tumbasi, MDF, konkretni zo'r ishlangan bu ham aka. Xo'p, narxi 3 million 100 ming so'm qilib beramiz aka. 3 million 100 ga qilib beriladi. Oxiri aytilgan Oxirgi narxlari. narxlari. Bemalol boshqa joylarga solishtirib ko'raverasizlar azizlar. Narxi o'ta hamyonbop. Bu ishimizchi, Chesterimiz. Bu Bu yerda ishimiz- ko'rganimizdan Aha, shu tugmali. ishimizdan aka. Hop, razmeriga keladigan bo'lsak 2,5 ga 1.70, to'rtta tumbasi, jurnalist stollari bilan aka 2 million 800 ming so'm Farg'ona bo'yicha dastavka. bir xil narsa ekan. Ha, rangi Rangi boshqacharoq ekan. Taglari laminatdan aka. Taglari laminat ochilganda ancha-muncha narsa chiqib ketadi. Boltga ekali, chekkalar apparat aka, qog'oz bo'lmaydi bular. Ha. Tushunarli. Ham yo'q. Bu yerlar ham qog'oz bo'lmaydi. Tumbalari bu yerda. Xo'p, hozircha Oshxonalar mana shu. shular. Azizlar, yana boshqa videolar kerak bo'lsa bemalol pastki telegramlarga yo nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa, albatta javob berishadi. Dastavkalari vodiy Farg'ona bo'ylab bu. Oshxona o'g'roqi Farg'ona bo'ylab. Uglov divanlar mehmonxonaniki vodiy bo'ylab. Ha, Kelishamiz yana aka. Xo'p, azizlar, Aloqaga chiqish oladi. o'rnagacha video qildik. Hozircha shular. Boshqa videolarimizni ham kuzatib boringlar. Xudo xolasa sizlarga ma'qul keladigan, manzur keladigan videolarni tayyorlayapmiz. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. It's all about humanity.